Bu filmni ikkinchi qo'l mashina ilish oldi turgan, mashina olmoqchi bo'lgan do'stlarimniki foydani bilish uchun tatib turyapman. Biz har qatam shu ikkinchi qo'l mashina ilishdan burun jiq o'ylashimiz, ikkilanamiz. Motor qismidan chatoq chiqib qolarmi? Mashinaning umum gavdasi chatoq bormi? To'kliq mashina bo'lib qolsa, damping qismida chatoq bormi deb har xil o'ylashib, eng oxirisi berib, yangi mashina tanlab qolgan do'stlarimiz mijat. Lekin ikkinchi qo'l ehtiyoji bor do'stlarimiz nayt nurg'ul. Biz eng oxirida yana tanlaydiganimiz kim ishonchlikdo, kim bizga ishonch ato qila oladi, setishdan keyingi mulozimat qandaroq bo'ladi deganni jiq o'ylashib, jiq ishkilanamiz. Bugun shu ikkinchi qo'l mashina olmoqchi bo'lgan do'stlarimga bir og'inimiz tunishtirib keldim. Mendan mashina olib qolsanglar eng yaxshi holatga kapolat berman. Yangilik holatga to'xtamdimi sizlarning manfaatinglarni o'ylashib turib tuzib chiqdim. Ko'rib beqib ko'nglinglar to'xtagandan keyin mendan olsanglar bo'ldi deydi. Qanday ishonch ato qildinglar, qanday yangiliklar bir do'stlarimizga tushuntirib qo'yinglar. Hozir xayrdalarniki ikkinchi qo'l mashinaga nisbatan ehtiyoji ko'p, lekin sotib ansiraydi. Biz shu ansirashini yo'q qilish, ham ikkinchi qo'l mashina xotirjam sotib olish uchun to'qliq mashinaga nisbatan 90 kun dampani masala ko'rilib qolsa, 90 kungacha dampani quvvat ishib turgan yoki tok biz degandek yetmay qolgan bunda ishlar bo'lib qolsa, dampani haqsiz almashtirib turgan. Andan motor masalan korobkaga nisbatan, motor korobka qismiga nisbatan 1 yilning ichidagi 50 ming kilometrda motor korobka masala ko'rilib qolsa, yangilam haqsiz almashtirib turamiz. Motor masala ko'rilib qolsa, motorni korobka masala ko'rilib qolsa, korobkani rimit qildirib bermaymiz. Haqsiz almashtirib turgan bunda xizmat yo'l qo'ydik. Bu og'zimiz daplam qo'ygan gap emas. Biz to'xtamni mo'mash xayrdalarniki manfaatni o'ylashga asos shu xayrdalarning manfaati bilan tuzib chiqdik degan bo'lib, shu asosda to'xtamni o'zgartib qoldik. Xudo qolsa sizlar mushu sohani qilayotgan necha yil bo'ldi? 2018 dan boshlagan hozir 8 yil. 8 yil bo'lib qoldi. Sizlarning mashina manbasi yerlik mashina asosmi yoki ichkiridagi mashinalar asosmi? Men ichkiridan o'zim chiqaman mashina. Xudo qolsa sizlarning mashinaningga baho afzalligi bormi? Baho afzalligi yo'q. Bu ikkinchi qo'l mashina ham biz bahoni aniq tushirimiz desak bo'lmaydi. Ikkinchi qo'l mashinani kamisinki bahosi o'zlan bilinmaydi uchun. To'g'ri. Pakiz o'qas pakizcha, ming'araq bo'lib qolsa, ming'araq shu mana bahosini tushirgan yoki baho afzalligi yo'q. Chunki men boshqalarning qanday bo'lsin muvofiq birimiz nima qilib deganda men orliqda hech kim foyda bermayman. Ishkirdan o'zim bir qo'l tanlab chiqaman mashinalarni, o'zim chiqaman. Xudo qolsa do'stlarim shu mashina ilish oldi turgan ammoqchi bo'lgan do'stlarim bevosita kelib ko'rib qolsanglar bo'ldi. Bu yerda hisobda 50 lik mashina bor ekan. 50 mashina bor ekan, mashinaning turi sarxil ekan, to'qliq tamizlar, motorliq tamizlar, aralashmaydirgan tamizlar har qanday bor ekan juma. Unda qolsa do'stlarimga mening o'rni bilan telefon nomerini deb beringlar. O'rni Kucha Xungan mashina bozori boshlamchi ikkinchi qo'l mashina bozori shirkati telefon nomeri 188 99 21 08 38 ünzarım shu. Unda qolsa do'stlar musha kelib bir ko'rib beqishni unutib qolmanglar. Hammanglarni musha tizaqlaymiz.